Mer qayoqqa g'oyib bo'ldi? Shuncha kundan beri ko'rinmaydi. Qachon endi pulimizni olamiz? Bilmayman. Mening izumrudlarim menga bir stak berish kerak edi. Menga ham, hammaga bir stakdan. Tak, mana buni yopamiz va bo'ldi. Hammaga salomlar. Mening ismim Jensbek va tak, Jenurson Hajritel. Seni bir yordaming kerak edi. Nima yordam? Mer, xullas yurchi. Nima bo'ldi? Yurgin. Oh, yo'ma-yo. Ha, mayli, jitel ko'rsatchi. Kel, hozir faqat bu tarafdan. Bu tarafdan nimaga? U yerda jitlar o'tiribdi. Jitlar o'tiribdi nima uchun? Hozir ko'rasan-da. Sabr qilib turgin. Ha, mayli, davay ko'rsat. Xo'sh, mana qaragin. Nima bo'lyapti? U yerda jitlarni ko'ryapman. Qayerda turishibdi? Bir yaxshilab qaragin. Xo'sh, merning uyining yonida turishibdi. Ha-da, ular merni qidirishyapti. Endi nima qilamiz? Bilmasam. Tushunibsan, Crazy jitilni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Oh, yo'ma-yo. Mayli, sen biror nima qilib ularni aldab tur. Nima deb aldayman yana? Bilmadim, mayli, o'zim biror nima o'ylab topaman. Sen ularning ortiqcha g'azabini qo'zg'atma. Bo'pti, uzoqroq turaman. Aha, davay. Mayli, ketdim, lekin yomon bo'ladi. Bilaman. Tushunursan do'stlar, xullas Crazy jitilni hamma biladi. O'sha Crazy jitil bizni qishloq merini o'g'irlab ketdi. Bu juda ham yomon holat, nima qilishni hozir bilmasdan o'tiribmiz. Jenurson, mayli. Xo'sh, agarda men o'zim mana bu yerni qurib tugatib olganimda edi, tezroq uni tutishim mumkin bo'lardi. Xullas do'stlar, hozircha sizlarga ayta olmayman bu qanaqa joyligini, lekin yaqinda bilib olasizlar. Bu joyda men tutib olishim mumkin bo'ladi o'sha Crazy jitilni. Chunki u o'zini ahmoq ko'rsatgani bilan juda ham aqlli va albatta meni uyimga keladi va ana o'shanda men uni tutib olaman. Uni ushlab olish uchun esa albatta menga mana shu joy kerak bo'ladi va mana shu joy nimaligini hozir sizlarga aytaman. Bu qiynoq xonasi bo'ladi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdinglar. Men bu yerda Crazy jitilni qiynamoqchiman. Uni haqiqiy azobga solaman, chunki u meni shuncha vaqtdan beri ahmoq qilib yuribdi. Burnimni tagidan qochib yuribdi. Ayniqsa mer va uni xotinini o'g'irlab ketgani yomon bo'ldi. Xo'sh, tak, bularni bu yoqqa tashlab qo'yamiz va merni jitillarni nima qilishni bilaman. Ozgina rol o'ynashimizga to'g'ri keladi, lekin asosiysi jitillar tinchsa bo'lgani. Hoy jitillar, bu yana kim bo'ldi? Salom jitillar, meni bilsangiz kerak. Ha, bu Jensbek, uni taniymiz. Merni yaqin do'stimda, detektivman, shaxsiy detektiv. Ha, bo'ldi, esladim. Xullas, gap shundaki, janob mer hozir qishloqda, men aniqrog'i shaharda, men u bilan ertalab gaplashgandim. U bilgandim bizni mer tashlab ketmasligini. Axir bizni mer juda ham yaxshi odam. Ha, to'g'ri, bizni mer juda ham yaxshi odam va hozir qishloq ishlarini hal qilyapti. Gap shundaki, men uni o'rniga qolganman va hozir sizlarga pullarni beraman. Eshik yopiq, nimaga ochilmayapti? Qulflab ketgan bo'lsa kerak-da. Sening do'stisan-ku, senda yo'qmi kaliti? Kalitmi? Kalit, ha, kalit bor, kakras uyda turibdi. Do'stlar, bu joyni o'ylabman-ku. Nima uchun eshik qulflanib qolgan? Axir o'tgan safarlari ochiq turgan edi. Tushunarsan, mayli, hozir kalit olaman-da, lekin do'stlar, bu kalit albatta u yerga to'g'ri kelmaydi, chunki bu kalit meni o'zimni mana shu ko'zinsamniki, merni o'yiniki emas, lekin hozir yana bir bora rol o'ynaymiz. Tak. Bo'ldi, jitillar, mana kalitni oldim. Yaxshi. Hozir ochaman va bilasizlarmi nima qilaman? Nima qilmoqchisan o'zi? Nimaga ochmoqchisan? Men sizlarga oyliklaringizni tarqataman, chunki mer menga aytgandi. Qoyil, ha, jitil, hammasi yaxshi bo'ladi va men sizlarga oyliklarni tarqataman. Hozir faqatgina nimagadir kalit to'g'ri kelmayapti. Agarda hozir eshikni bussam xafa bo'lmaysizlarmi? Yo'q, buzaver, istaganingni qil. Oyligimizni olsak bo'lgani. Aha, bo'pti, mana eshikni ochdim. Kalit to'g'ri kelmadi-da, hech qisi yo'q. Tak, bo'ldi do'stlar, ish qilib bu yerda yetarlicha pul bo'lsa bo'lgani, qani ekan merni pullari, qanaqadir narsalar va mana izumrudlar. Tak, xo'sh, bularni ham hammasini olamiz. Yaxshi bo'ldi. Tak, jitillar, mana oyliklaringizni olib chiqdim va tarqataman. Qoyil, rostdan ham yaqin do'st ekan. Ha, aytgandim-ku. Hozir men sizlarga oyliklarni tarqataman. Bo'ldi, bu yoqqa qara jitil. Mana senga birinchisi, ikkinchisi bir stakdan. Ha, bir stakdan. Xo'sh, va mana hozir qolganlarga ham senga jitil rahmat. Mana senga ham qoyil, senga ham rahmat. Mana va oxirgilari. Bo'ldi. Ajoyib. Mayli, endi ishingizni bemalol qilaveringlar. Mana jitil uzr olib qolganim uchun men ketdim. Do'stlar, bo'ldi. Tak, endi bu pullarga men o'zimga kerakli narsalarni olishim mumkin bo'ladi. Tak. Sotuvchi jitil. Ha, qara, menga bir nechta narsalar kerak. Nima kerak? Xo'sh, birinchi navbatda maxsus eshik. Xo'sh, bo'ldi do'stlar, maxsus eshikni o'rnatdim. Endi esa bu yerda devorlarni almashtirib chiqaman. Pul paydo bo'lgan yaxshi bo'ldi. Devorlarni yana ham qattiqroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Shunda bu maraz jitil umuman baqira olmaydi. Baqirgani bilan ham hech kim eshitmaydi va buzishga ham qiynaladi. Xo'sh, bu devorlarni endi birin-ketin olib tashlashimiz kerak, chunki ular bizga endi kerak bo'lmaydi. Hali qo'limga tushsin bu jitil Crazy. Mendan ko'radi, men uni mayda qilaman. Birin-ketin uni tirnoqlarining ichiga birinchi navbatda qaynagan ignalarini tiqaman. Undan keyin esa
Endi nima qilsam ekan? Qulog'iga payalnik tiqishim mumkin. Ha, do'stlar, o'ylab ko'raman bu haqida hali uxlashdan oldin yaxshilab yana ChatGPT dan ham so'rash kerak, yana qanaqangi narsalar bilan qiynashim mumkin bo'lar ekan bu jitelni. Chunki u menga juda ham ko'p yomonliklar qildi. Ustimdan kulib tashladi. Hech qaysi jitel meni bunchalik tahqirlamagandi, xo'rlamagandi. U shunchaki burnim tagidan qochib ketishlarini hisobga olmasak, undan tashqari merni xotini va albatta merni o'zini o'g'irlab ketishi, qishloq uchun shuncha muammolar va albatta meni o'zimni shaxsan haqorat qilganlari uchun, xatlar qoldirib o'ynashgani uchun hali javob beradi. Hammasi uchun men uni bunday ozgina jazo bilan tirik qoldirmayman. U juda ham katta to'lov qiladi buning uchun, sog'lig'i bilan va albatta uni juda ham ko'p qiynayman. Tak va albatta tirik qoldiraman. Ha, do'stlar, xuddi shunday va yaxshisini nogiron qilib tirik qoldirish kerak. Ha, butun umr eslab yurishi uchun meni. Yana mayli o'ylab ko'raman bu haqida. Tak, bularni ham olib tashlaymiz va tagidan ham endi qo'ysak bo'ladi bloklarimizni. Mana bunday qo'yib chiqamiz va qolganini ham juda ham zo'r germetik xona bo'lyapti. Bu yerga hech kim kira olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. Endi esa bularni ham olib tashlab tepaga chiqishimiz kerak bo'ladi. Faqat bu yerdan qanday ko'tarilsam ekan yana? Menda bujnik qoldimikan? Xo'p, mayli. Tak, buni yopsam ham chiqa olmayman. Aha, yaxshi. Demak, narvon qo'yib turaman vaqtinchalikka. Keyin esa jitel crazy chiqib keta olmasligi uchun narvonlarni ham olib tashlayman va birinchi navbatda qaynagan ignalar, do'stlar, qaynagan ignalar bilan tirnoqlarini tagiga tiqib qiynayman. Va ana shunda u mendan yolvorib so'rashni boshlaydi. Iltimos, Jinsbek, meni qo'yib yubor deb. Men esa unga aytaman, yo'q, crazy jitel, endi sen shu yerda butun umrga qolasan deb. Mer uchun uni xotini va albatta meni ahmoq qilgani uchun javob beradi. Ana shu xonada hamma yoq qon bo'lib ketmagunicha, u tirikligiga pushaymon qilmagunicha hamma qilgan ishlari uchun bo'ldi. Buni teparoqqa qo'yishim kerak edi. Chin ursan. Mayli, hozir eplab yuboramiz. Buni ochsak, tak, chin sindiramiz. Yaxshi, endi esa bu yoqqa narvon va tak lyukni tepadan qo'yishimiz kerak. Mana bunday qilib bo'ldi. Ajoyib, lyuk ochiladi, yopiladi va endi bu yerga tutib olib kelish qoldi xolos. Ana va maraz crazyni. Ana shunda u mendan ko'radi yoki ko'rmaydi, bilmadim. Agarda o'ldirib qo'ymasam, otib tashlab. Mayli, davay. Birinchi navbatda uni o'zini tutishim kerak, chunki mer va xotini qayerdaligini hozircha bilmayman. Nima? Tushunmadim. Crazy, shoshma. Tutib olibsan. Hammasini eshitdim. Hech narsa qila olmaysan. Tishing ursin, chang. Hozir tutib olaman. Sen har doim changimda qolasan. Nima? Qo'y bo'ldi bu. Do'stlar, axir hozirgina shu yerda edi. Qaysi tarafga yugurib ketishga ulgurishim mumkin? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, axir tak, men shosh yugurib keldim. Mana bu yerdan orqasidan qo'yib kelayotgandim. U mana bunday o'tdi va aniq bu tarafga o'tdi, lekin qanaqasiga yugurib o'rmongacha yugurib ketganda ko'rardim. Bo'lishi mumkin emas. Nimalar bo'lyapti bu qishloqda? Crazy jitel. Mayli. Hali qo'limga tushadi. Hammasi uchun javob beradi. Nima bo'lgan taqdirda ham men uni tutib olaman va ana shunda javob beradi. Yo'q, qilgan ishini ko'rdinglarmi? Shunaqa ham nagoy odam bo'ladimi? Yo'q, bu odam emas, bu balo. Mayli. Tak, endi esa shuni kelishiga tayyorlanishimiz kerak. Lekin uni qanday qilib chaqirsam bo'larkan uyga? Mayli. Bilgani yaxshi uni qiynoqxonasini tayyorlab qo'yganim uchun. Chunki ana o'sha yerda uni tutganimda, oldimga kelganida yoki men o'zim biror yerda uni topib olsam, baribir shu yerga keladi va uni asta-sekinlik bilan qiynashni boshlayman. Ana shunda hammasi uchun javob beradi. Shungacha esa tak, eshikni yopib qo'yamiz va nima qilmoqchi edim, do'stlar? Menda bu yerda ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p izumrudlar bor. Shularni yashirib qo'yishim kerak, chunki kirib chiqaverishadi jitellar va ko'rib qolsa bitta yarimtasi yomon bo'ladi. Albatta, podvalni tushuntirib berish oson, lekin buncha pul qayerdan kelganini aytib berish, ayniqsa mer g'oyib bo'lgandan so'ng, shunchaki qo'ng'iroq qildi deb qo'ygandan keyin ham g'alati bo'ladi. Shunga kelinglar, pastga tushirib qo'yamiz. Pastga podvalgacha hech kim tushib bormaydi. Keyinchalik esa podvalni ichida ham biror bir yashirin joy qilib o'sha yerga yashirishim mumkin bo'ladi. Bu juda ham ko'p pullar, ancha-muncha jitellarning oylik maoshlari. Lekin kelasi safar kelganda men o'zim ham bilmayman deyman. Chunki men bularga hozir pul berganim uchun ular men tarafda bo'lishadi. Men esa aytishim mumkin bo'ladi, mer hozircha yo'q deb, bilmayman deb, toki uni topib kelmagunimcha. Topib kelgandan keyin esa hammasi yaxshi bo'ladi. Xatlarni ham olib qo'yishimiz kerak. Hech kim lishniy odam ko'rmasin. Xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz va bo'ldi. Ajoyib. Endi ketdik, do'stlar. Buni ham yopib qo'yamiz va
O'ylamaganimki hammasi bu darajada qiyinlashib ketadi. Crazy Jitelni ozgina muddatda tutaman deganim, u esa katta o'yinlarni boshlab yubordi, lekin hech qisi yo'q. Har bir katta o'yinni qoidabuzar bo'ladi va u men bo'laman. Shunda Crazy qo'limga tushganida